Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan um, let's just talk about I was writing task one because it takes too much effort to do. Not everybody knows how to start. Agarda imtihonlarga juda yaqin qolgan bo'lsa va siz task one to'g'risida umuman deyarli ma'lumotga ega bo'lmaydigan bo'lsangiz, bu video juda ham asqotadi. Chunki bugun siz bilan siz agarda hattoki nol bo'ladigan bo'lsangiz, noldan biz 5,5 oltigacha essay yozib ko'rib chiqamiz. Bu videoda aniq xudo xohlasa siz inshoni to'g'ri, ya'ni reportni to'g'ri yoza olish to'g'risida ma'lumotga ega bo'la olasiz. Endi birinchi navbatda kelin ozgincha qisqa tushuntirish berib o'taman. Bu yerda nima haqida gap ketyapti? The chart below gives information about billions of euros invested in four areas by various organizations deyapti. Birinchi navbatda holatni tushunishimiz kerak, nima haqida gap ketyapti. Bu yaqinda tushgan reportlardan bittasi, shuning uchun ma'lumotlar mabodo to'liq bo'lmasligi mumkin, lekin manimcha buni analiz qilib yoza olsak hammaga birdek foydali bo'lsa kerak. Endi let's just understand how do we organize our structure in task one report. It is as usual divided into several parts. It's like introduction, and after them we have overview, and then body paragraphs. Body paragraphs may differ according to the information given, yani qancha ma'lumot bo'lishiga qarab, and it is in most cases depends, yes. It is dependent on something else. Xo'p, endi birinchi navbatda introductiondan boshlaylik. Introductionda boshlash juda oson. Va bitta narsani aytib o'tib ketayim. Introductionga o'zligi mos structure tuzib olsanglar bo'ldi. Любой bar chart bo'ladimi, pie chart bo'ladimi, yoki line yoki table bo'ladimi, hattoki process va mapga ham adapt qilib tushirib olsanglar bo'ladi. Uning hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q. Shuning uchun introduction hozir yodlab olsanglar, o'zligi mosini topib olsanglar eng qulayi shu bo'ladi. Va introductionda nima bo'lishi kerak? What, where and when savollarga javob berilishi kerak. Ya'ni xuddi shu savollarga javob bera olsak introductionda bizdagi task achievement bilan cohesion yuqori darajada, ya'ni nuqtada bo'ladi. Men bu yoqqa disclaimer berib ketmoqchiman. Biz bugun sizlar bilan 7+ yozishni o'rganmayapmiz. Shuning uchun ozgincha lightovый video bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki biz umuman bilmasangiz yoki yozishga qiynalayotgan bo'lsangiz, ikkilanib turgan bo'lsangiz, shartta yozishingizga yordam beradigan video darslik sifatida tayinlanyapti. Shuning uchun bu yerdan juda ko'p ajdaniya nimaga bu xato bo'lyapti yoki strukturada ichiga kirmayapmiz degan narsa bo'lishi kerak emas. Maksimal nima ichiga kirib berishga harakat qilaman. Minimum 5,5-6 deyapman. 6,5-7 ham tortsa bo'ladi agarda yana ichkariga kirsa, lekin men harakat qilaman sizga 5,5-6 ga kamida tayyorlashga, чтобы siz bu basic knowledge bilan уже kattaroq balo olasiz bemalol agar praktik qiladigan bo'lsangiz. Mana shu tunisda iborat bo'ladi. Endi introductionda mana bu narsa ko'pchilik aniq aytib o'tadi, ya'ni xuddi shu savolga javob bo'lishi kerak. Agar shu savolga javob bo'lmasa, unda sizdagi nima deydi, fluency tushib ketishi mumkin bo'ladi. Va bitta narsa e'tibor berish kerak. Agar bu yerda agar when berilmagan bo'lsa, vaqt berilmagan bo'lsa, tabiiyki present olinadi. Present simple'da yozamiz biz, lekin berilmasa o'zimiz vaqt tutishimiz shart emas. Shunchaki skip qilib ketsak yoki ignore qilsak ham it's okay, chunki berilmagan o'zi holatda. Bu yaqinda tushgan report bo'lgani uchun bu yerda katta ehtimol bilan berilmagan deyiladi. Shuning uchun it's okay. Normal holat hisoblanadi, lekin odatda vaqti yili beriladi. Shunga e'tibor berib qo'ydim. Endi introduction qanaqa boshlaymiz? Bizda bu yerda chart ekan. Xohlasanglar bar chartslar bo'ladi, xohlasanglar bar grafisi bo'ladi. Uni hech qanaqa muammosi yo'q. Lekin bitta narsani bilib olishingiz kerakki, boshida bar graf deb ishlatinglarmi, butun reportning oxirigacha bar graf yoki misol uchun chart deb ishlatinglar, chart deb ishlatishga harakat qilinglar. Bu yerdagi misol uchun har bitta so'zni paraphrase qilishingiz xuddi essay task 2 ga o'xshab baholanmaydi. Bu yerda kriteriya sistema boshqacha ishlaydi. Shuning uchun shunga e'tibor beringlar. Misol uchun machinery turibdi, building turibdi. Bularni sinonim qilmasdan turib o'zini boricha ishlatsanglar ham bo'ladi. Agar topasizlar, sinonim topsanglar 100% topinglar, yoki ishlatsanglar ham hech kim bunga strikt qaramaydi va sinonim qilmabdi yoki paraphrase qilmabdi degan narsani ishlatmaydi. Sizlarga video davomida referencing degan zo'r paraphrase tool ishlatib qo'yaman. Bu любой anaqada, nima deydi, report yoki essayda zo'r ishlaydi va yuqori leveldagi referencing hisoblanadi. Xo'p, okey, endi boshlaymiz, cho'zmaymiz. Bizga buning uchun kerak bo'ladi kitob, chunki bizga bitta guide kerak bo'ladi. Hozir men hammasini bitta yozib o'tkazsam vaqt ko'proq ketadi. Shuning uchun guidedan foydalanganimiz yaxshi. Bu kitobda men распространять qilib, misol uchun 7+ oladi deb yozib qo'ygan bilan 7+ olasizlar aniq 100% degan narsa yo'q. Shunchaki bizga structure organize qilish uchun sal qulayroq bo'lgani uchun shu kitobni tanladim. Bemalol mendan so'rasanglar, men sizlarga bu kitobni berishga
berishi mumkin. Bu hech qanaqa sekret emas. Ko'pchilik o'qituvchilar o'zi shunday ishlatadi. Faqatgina bu bilan cheklanib qolishligi kerak emas yoki 7 shuncha kitob ishlatsanggina ola olasizlar degan narsani ayta olmayman. Bu ham yana bitta o'ziga xos disclaimer. Bu yerda qanaqa tushuntirishi berilgan, faqat bizga hozir ya'ni introduction kerak va introductionda ishlatiladigan useful phrases bizga juda muhim. Ozgincha organization bookdagi it is a bit problematic. It's not in order that I really like it, but fortunately, unfortunately, we have it. At least we have it. Shuning uchun shundan boshlaymiz. Bitta useful phrases bor va bu aynan introduction ishlatish uchun qo'llaniladi. Shuning uchun bitta narsa e'tibor beradi. Odatda tablega, misol uchun bar chartga yoki line'ga yoki pie chartga o'zini spesifik ishlatiladigan frezlar bo'ladi, lekin bitta narsasi yaxshiki, bular mostly general, ya'ni har bittasiga tushaveradi. Aynan faqat buni table'ga ishlatasiz yoki grafga, ya'ni misol uchun line grafga ishlatasiz degan qotgan strict rule yo'q. Shunga e'tibor bersanglar bo'ldi. Endi men eng yaxshi ko'radiganim va eng neytralisi va eng spesifik beradigani bu compares yokida gives information va shows bo'ldi. Shows changes bo'ldi. Shundan uchalasini bittasini ishlatsanglar o'zi yetib ortadi. Agar sizga shows berayotgan bo'lsa, compares ishlatinglar, agar compares berayotgan bo'lsa, gives information ishlatinglar, bo'ldi. Shu bilan уже grafni to'g'rilab ketsanglar bo'ladi. Endi bizda bu yerda bor, bizda line graf bor, shuning uchun biza shunchaki men buni shunchaki copy qilib olsam bo'ladi, hech qanaqa muammosi yo'q. Va introductionni o'zini boshlasam bo'ladi. Hop, interaction boshlayotgan mana qo'shib qoldim. Compares nima compare qilyapti? Bu yerda bizda keywordlarni highlight qilishimiz kerak. Information about billions of euros invested. Mana information about nima bo'lyapti? Euros investment. Nima area? Um, four areas deyapti. Ha, four different area ekan. Okay, thank you. Ya'ni Europol investment qilyapti. Four different areas in organizations, ya'ni har xil organizationlarga ishlatilyapti. Biz hamma hozir chekirib buni yuz foiz tushunishim shart emas. Hozir overview partga kelganda tushunib ketamiz. Hozir mana compares information, misol uchun compares euros, billions, euros, spent deyman. Spent investitornik spend qildim in four different areas in by this organization. Different qilsam bitta kelimasiga spend in different areas emasda. In four areas dedik. Mana shunda yaxshi paraphrase bo'ldi. Different organizations. I yoz qo'ysa bo'ladi from A to E. Okay. Bizda yil yo'q, shuning uchun misol uchun etsa bo'lardi. Yoniga qo'shib qo'ysa agar yili bo'lsa, etsa bo'ladi. In mana shunaqa. Mana shunaqa qo'ysa bo'ladi. Unfortunately, we don't have, that's why it's okay. Keyingisi, endi overall. Overall'da boshlaymiz. Ko'pchilik shu yerda rosa anaqa qiladi, nima deydi, frezani o'zgartiradi. Misol uchun from my perspective, from my view nimalarni qo'shadi, from the whole meaning, from the whole view shunaqa o'xshagan narsalar bor. Bitta narsani esda tursin. O'zi любой task one'ga overall yozinglar bo'ldi, boshqa shuni o'zi yetadi. Chunki o'zi butun report davomida bir marta ishlatasizlar. Bir marta ishlatgandan keyin nima zaril, misol uchun boshqa sinonimni ishlatib, eng zo'r, eng o'zi specific, eng konkret va shu overall bo'lgan uchun shuni o'zim bilan kifoyalaninglar bo'ldi. Muammosi yo'q. Hop, okey, overallda nima aytish kerak bo'ladi? Men juda oson tushuntiraman o'quvchilarga, chunki bunaqa tushunishni so'rab bo'ladi. Winners va losers degan narsani ishlatish kerak deyman. Ya'ni winners bilan losers deganda nima haqida gap ketadi? In highest result and the lowest resultlarni birinchi gapiramiz, keyin qolganlarini gapirsak bo'ladi. It's totally okay. Mana shu narsani aytishimiz kerak bo'ladi. Ana endi eng katta rezultatlar qayerda ko'rsatyapti? Organization B deb ko'rsatyapti. Organization B eng ko'p money invest qilyapti machinery, building, staff and researchga. Mana qaranglar. Misol uchun qaysi bitta mana qizili bundan kichikroq bo'lishi mumkin, ko'ki ham mamlakat kichkina bo'lishi mumkin, lekin in general overall olganda buni rezultati, общий rezultati nisbatan boshqalarga qaraganda balandroq ko'rinyapti. Особенно staff trainingga berilgan upor. Shuning uchun buni generalda eng ko'p spend qilinayotgan desa, mana men ikkitani the least spend deb olsam bo'ladi, chunki bir-biriga deyarli rezultati bir xil. Misol uchun organization B eng ko'p ishlatyapti deb aytsam, organization D bilan E ni bo'lsa, eng kam ishlatayotgan deb aytsam bo'ladi. Misol uchun bu yerda qanaqa struktur bizga kerak bo'ladi? Bu strukturni pastga tashlab ketaman. Mana shu narsa bizga kerak bo'ladi. Bizda bo'ladi subject, verb keyin object, keyin biz qo'yamiz while, whereas and whilst. Hammasi bir-biriga sinonim hisoblanadi.
bundan keyin biz ishlatamiz again subject plus verb plus object if so, ya'ni xuddi shu structure ishlatamiz. Shundan kifoyalansak bo'ladi. Buni o'rniga although qo'ysa bo'ladi, even though, despite, unaqalar ham bor, hozir davomida ko'rib chiqamiz. Endi overall deganiga keyin nima qo'yamiz? Birinchi aytamiz. Kim eng ko'p investment qilyapti? Organization B had the most investment. Ko'rasizmi, men verbni namgalantirib ketaman mana. Had fe'lini o'zi bilan men buni verb qildi, investni investment deb ketaman. Had the most investment in its mana areas while organizations D and B spent the least. Mana endi buni ham zo'r qildim. Ya'ni invest demadimda, uni o'rniga spent olib ketdim. Bo'ldi, shu bilan kifoyalansa bo'ladi. Ana endi bitta narsaga e'tibor beramiz. Ah, bizda qolganlari ham bor, to'g'rimi? Misol uchun organization A bor, C bor, to'g'rimi? Bularni shunchaki aytib qo'ysak bo'ladi. Ular bo'lsa moderately shatda etsak bo'ladi. Ah, Hop, okey, bitta nima grammar ishlatdim, bitta e'tibor beringlar. Organization A and organization C showed moderate investment rate among the others. The others degani qolganlarni ichida eng moderate, ya'ni o'rtancha ishlatgan degan narsani berib ketdim. Bo'ldi, shu. Bizning introduction bilan overview tayyor. Ana endi body part o'tamiz. Body partga endi ozgincha intensivroq approach qilishimiz kerak bo'ladi, lekin bitta narsani esdan chiqarmanglar. Bizda winners va losers to'g'risida gap ketyotgandi. Mana shu narsadan body partda polni foydalanamiz. Ya'ni qanaqa formatda foydalanamiz? Bizda eng ko'p spend organization B mi, keyin eng kami D bilan E bo'ldi. Buni bitta body paragrafda qilsak, E bilan C nikini ikkinchi body paragrafda qilamiz. Ana endi bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Shu narsa qolib ketibdi. What degan savolga to'liq javob bermamiz. Shu narsani qilishimiz kerak. Ya'ni bizda four areas turibdi, to'g'rimi? Four areasda it is okay, chunki four area deb ketdim-ku. Va qo'shsa ichiga qo'shib ketsam bo'ladi. Machinery, build, building, staff training. Buni ma'na qilish shart emas, mayda. Paraphrase qilish shart emas. And research. Shularni qo'yib chiqsa bo'ladi. Bo'ldi, mana tayyor bizda. Ana endi body partga bemalol o'tsak bo'ladi. Body partda biz winnerlardan boshlaymiz va sonini aytish boshlash kerak va mana bu sonlar bu billion dollarda bo'ladi. Endi body paragraf boshlashdan oldin bizga useful phrases kerak bo'ladi. Mana introduction phrases, ya'ni introduction phrase bu faqat introduction o'ziga ishlatmaymiz. Body partda intro berayotganda ham ishlatsak bo'ladi. Buning hech qanaqa muammosi yo'q, lekin bundan tashqari yana bor edi, adashmasam. Mana shu narsani ham berib ketsak bo'ladi. Hech ko'rsataman sizlarga. Ozgina organization problem bo'lgani uchun it's okay. Mana visual language to the refer to graph. Mana referring to graph desa ham bo'ladi. Referring to mana bunaqa organization desa ham bo'ladi. Mana shuni o'zi ham zo'r narsa desa bo'ladi. As can be seen from the graph, it can be seen from the graph. The graph shows, mana shulardan bittasini ishlatamiz. Mana overall ham bor bu yerda. Buni har doim ishlatib bo'lmaydi. Tushundinglar, qayerda ishlatish kerak. Biz boshlaymiz. Referring to organization B. bitta bizada present, lekin bitta narsaga e'tibor beramiz. Mana yerda bir qarorda past ishlatim. Nimaga? Chunki shows boshida shows ishlatsa ham bo'ladi. Shows moderate bo'ladi. Bu yerda ham invests. Masalan, had the most investment, it's okay. Has shuni holatda ishlatsam bo'ladi. Mana shuni o'zi participle clause. Okay, organizations spend. Okay, sorry. And it's okay. Keyingisi referring to organization B. Masalan, men aytaman endi. Barchasi bitta narsa muhimki,
barcha winners losers, ya'ni eng balandlar eng kamlar to'g'risida gapiramiz va eng balandlar ichidagi eng ko'p investment qilingan holatdan gapirib ketishimiz kerak. Misol uchun eng ko'p investment staff training bilan bunga bunikini alohida sonli aytamiz, ammo manikini bo'lsa bir-biriga yaqin qilib ketsa bo'ladi, ya'ni building bilan researchni aytamiz. Staff training is the most invested at reaching, ya'ni nima necha bo'lyapti? Почти 2 milliard deb, almost deyman shuning uchun almost 2 billion euros, while mana ko'rasizlar nima structure chatammi? While yokida bundan zo'ri bor, esim tushib qoldi. Machinery attracts the least. Vashim beautiful chiqyapti. Ko'pchilik aytadi, increase decrease narsani ishlataman deydi. Yo'q, unaqa increase decrease ishlatmasdi. O'shaning uchun aytdim, kamida 5,5-6 dedim-ku. Bu o'zi agar ozgincha yana to'g'rilasada, polish qilsak, 7 olishlik ehtimol juda katta bo'ladi. Chunki grammaga juda zo'r approach beryapmiz. Hop, mana machine attracts the least investment rate. И har doim nima deydi? Sonni oxiriga qo'shayotgan bo'lsalar, at prepositionini qo'shasizlar. At i nechi bo'lyapti? 0.99 euros. Bo'ldi shu. Biz buni tasvirlab bo'ldik. Endi mana bular bir-biriga yaqin bo'lgani uchun shuni aytib ketsak bo'ladi. Ya'ni building bilan research shu mashina orasida investment oldi desak bo'ladi. Tushunyapman to'g'ri. O, mana bu ham yaxshi kelib qoldi. Receive. Uh, Research receive about this rate. This is in building and research groups. Receiving participle clause ishlatamiz, ya'ni ing form bilan qo'shamiz. То есть получая degani bu. The rate is quite different in building and research groups. Receiving about 1.9 billion euros. Bu tush bilan tayyor. Ana endi bu yoqqa biz qo'shimiz kerak, the least amount qo'shimiz kerak. Bitta bizani baxtimizgaki numberlar juda ham bir-biriga yaqin, shuning uchun bittada olib ketsak bo'ladi. Misol uchun organization D bilan E eng ko'pi building ishlatgan bir xil amountda, eng kami misol uchun aytsa bo'ladi, bunda ham resursga mana shuncha amount desa bo'ladi. Mana buni xuddi shunaqa qilib aytib ketsa bo'ladi. Okay. Mm, on the On the contrary degani nima deydi, on the other handga yaxshi sinonim, lekin bu aynan nima deydi, reportda juda zo'r ishlatilgan. On the contrary, ya'ni on the other hand deganga o'xshagan, lekin bu yerda on the other hand ishlatish uncha mos kelmaydi. Mm, B and B, yeah, E. Mhm. Invest, invest the most, invest the most in building.
at nechi bu? Bir. 1 billion euros. Все. Okay. Endi aytish kerak. The list. Hmm, hop. The least amount bo'lsa nima qilamiz? What is the least? Uzr, sorry, is the least. Yoki the minimum deylik. Minimum funding pul degani. Minimum funding is spent on nima edi? Researchmi? Research center, misol uchun research centerga ishlatilyapti. Nechidan bu? 06 bilan 07. Uh, uh, Anaqa narsa bor bizda. Kitobda kursik bo'ladi. Below, almost, not far than, not exceeding than deganlari bor. Shunga qarab ishlatsak bo'ladi. Bu nima deydi? Bizaga почти degan ma'noni beradi. Faqat почти degani ozgincha yetmadi yoki ozgincha o'tdi. Shunaqa narsalar bo'ladi. Below, almost degan. Hozir bitta topolmayman. Qabul o'zida yozib ketamiz. Ya'ni, whilst the minimum funding is spent on research center. Uh, it's about 07 billion. Ya'ni 06 bilan 08dan общий umumiyroq olamiz bo'ldi. Euros. That's it. Qolganlariga bo'lsa the rest group, ya'ni qolgani deganda get qancha primerni bu o'tyapti? Eng kami 06 bo'lyapti, eng ko'pi 09 bo'lyapti. 06 09 o'rtasi 07 yana. Get around 07. Shu, okay. Mana bizda tayyor bo'ldi. Bu bitta body part bo'ldi. Xuddi shunaqa qilib ikkinchi body partni qilsak bo'ladi. Keyin yana nima qilamiz? Har ehtimolga qarshi yoki cloud yoki AI ga assignment reportini tekshirib ber, necha ball emas, grammatikasini tekshirib ber, off topic emasmanmi, fluencyim yaxshi ketyaptimi, task achievement yaxshi bo'lyaptimi degan narsani aytib turib qilsanglar, zo'r effekt bo'ladi. Bitta dona body part yozsanglar bo'ldi, shu bilan tayyor. Ya'ni essaylar. Sorry, alhamdulillah. Shu bilan tayyor. That's it. Man shunaqa qiyin bo'lmadi. Mana shu narsani qilib ko'rsanglar, keyingi body partni yozib menga full essay qilib bersanglar, man sizga tekshirib beraman. Bemalol menga yozsanglar bo'ladi. Muammosi yo'q. Menimcha zo'r tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xuddi shuni approachni, misol uchun aytaylik, files task one pie chart. Pie chart deylik. Pie chartga ham ishlatsa bo'ladi. Nimaga unaqa qilyapman? Misol uchun bu yerda pie chartga kiramizda mana. Pie chart turibdi, pie chart ishlatsa bo'ladi. Mana как раз ikkita body bo'ladi. Comparison energy production deyapti. Xo'p, energy production nima qilish kerak? 85-yil bilan 95-yil bilan 2005-yil bor ekan. Body 1, body 2 qilasizlar, bo'ldi, muammosi yo'q. Bu eng ko'p mana ikkitasiga ketyapti deysizlar, eng kichkinasi mana ikkitasi deysizlar, mana buni gapirasizlar, bo'ldi. Eng ko'p mana ikkalasiga investment bo'lyapti, eng kam bo'lsa mana ikkitasiga bo'lyapti, mana bunda bo'lyapti desa, ikkita body part tayyor. Уже manimcha introductionni bemalol parafraze qila olsanglar kerak overall bilan. Chunki overall aytishlik kerakki, mana sektor bilan bu sektor dominantani ushlab qoldi. Mana sektorlar kengaydi, pirogga kengaydi. Shuni aytib qo'ysa bo'ldi. Overviewda. Bo'ldi, shu bilan tayyor bo'ladi. Men shunaqa qiyin emas. Xuddi shu narsani endi qiynamasdan task one table ham ko'rib chiqsa bo'ladi. Table ham bizga kerak bo'ladi, chunki table ham tushadi. Hop, tableda qanaqa ko'rsak bo'ladi? Misol uchun, u hammasi bor ekan. Barda ko'rdik. Nima bizani table deb aldab yubordi bu. Hop, mana tableda qanaqa qilsa bo'ladi? Misol uchun, bu yerda nima bo'lyapti? Mana qanchalik yaxshi reportni tushunib olsanglar nima berilganini, shunchalik oson sizlar tushuntirib bera olasizlar. Mana shu narsasi qulay.
The table below shows the number of full-time students from India who studied at various universities in UK deyapti. Ho'p, okay. Indiyadan ketgan har xil universitetlarda o'qigan o'quvchilarni anaqasi nima deydi? Um, rezultati, ya'ni natijalarni ko'radi, datasini beryapti. Misol uchun university, misol uchun mana universityda bu yilda buncha o'qigan, bu yilda buncha o'qigan, mana buncha o'zgarish bo'lgan, mana buncha increase bo'lgan deyapti. Ha, ya'ni buni orasidagi difference'ni gapiradi. Keyin bu hozir bir daqiqa. Da, eng ko'p change'li bo'yicha qo'ygan. Shuning uchun sizlar xuddi shu ascending orderda ekan, ya'ni tepadan pastdan tepa eng ko'pdan eng pastga ekan. Shuning uchun mana shu ketmay-ketlikda gapirib ketsanglar bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, uh, mana en highest, en minimum change bunda, lowest change bunda bo'ldi desanglar bo'ladi. Buni increase nimaga bergan? Vashim zo'r qilib gapirsa bo'ladiki, mana buncha foizga o'sdi deb aytib ketsa bo'ladi. Vashim zo'r narsa bo'ladi. Uh, Misol uchun men buni yoki mana ikkitasini in highest, mana bittasini in lowest bo'lsa, qolganlarini keyingi body paragrafda qilib yuborsa bo'ladi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Bu yilda gapirsa bo'ladi. Shu naqa qiyin emas menimcha. Line'dan ko'rsa bo'ladi. Line'da misol uchun mana line graph below shows deyapti, consumption. Buni qanaqa body partlarga ajratish aytyapman. Bitta qanaqa qilishga four kinds of meat in a European country from deyapti. Xo'p. Meatni nimaga e'tibor beryapti bu yerda? Shunga e'tibor berishimiz kerakki, line graph deb narsa e'tibor beramiz. Biz buni o'sgan kamaygan qatdan bilamiz. Starting pointga qaraymiz. Starting point misol uchun beefda o'sib tushgan, lambda tushgan, bu nima bu fishda tushmagan desa bo'ladi. Lekin chicken bo'lsa increase qilgan. Mana bitta Braziliyadan bu yoqqa chiqyapti. Chicken bitta body paragraf qilsa bo'ladi. Fish bilan beef bilan lamb ikkinchi body paragraf qilinadi. Hay bamnaqa bo'lgan, bamnaqa fluctuate bo'lib, bam bilan tugagan deysizlar bo'ldi. Beefda ham mana bitta boshlangan, bamnaqa keyin tushishi boshlaganda, chiqib tushgan, mana bitta to'xtagan deysizlar. Lambda ham xuddi shunaqa, mana pointda boshlandi, lekin fluctuation qilib tushib, mana bitta pointda tugadi. Bu bo'lsa moderate bo'ldi, почти no change bo'ldi va mana mayda shkaladan bu shkalagacha o'ynadi atrofda, seli bo'ldi, все. Уже tayyor bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Bu darslik YouTube'ga chiqdi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, обязательно like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Ko'proq prosmotr bo'lsa, juda ham xursand bo'laman, chunki menimcha zo'r darslik bo'ldi. Bunaqa darslik hali hech kim bermagan. Tim bo'ldi, sizlar agar tasqonga qiynalayotgan bo'lsanglar, juda ham foydali bo'ldi. 1-2 kunda уже sizlar uverensizlar oshib ketdi. Hamma chartga bitib yozib chiqsanglar, sizlar уже o'rganib olgan bo'lasizlar. Agar kommentariyada essaylarni yozib qoldirsanglar, men sizlarga tekshirib ham beraman, muammosi yo'q. Ko'proq materiallarni olish uchun men описаниеda bio qismida qoldiraman. Telegram kanaliga o'tib olsanglar bo'ladi. Erta yana ham foydaliroq narsalar chiqadi. Esdan chiqarib qo'ymaslik uchun doimo ogoh bo'lib turish uchun kirsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa narsalarni kuzatishda davom etinglar. Sizlarni prosmotrlar men uchun juda muhim. Agar 100 ta prosmotr bo'ladigan bo'lsa, men mapga ham, protestga ham shunaqa zo'r video qilib, darslik qilib ishlab beraman. Ko'rishguncha xayr, aktiv bo'lishinglarni kutib qolaman. Rahmat.